qo'yishingiz mumkin. Hamisha yuzlaringiz yorug' bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin. Baxt koshonasiga qo'ygan qadamlaringiz inshaalloh qutlug' bo'lsin. Mehmonlarimizga bo'lgan hurmatingiz uchun, ehtiromingiz uchun rahmat. Bemalol o'z joyingizga o'tirishingizga taklif etamiz. Baxtli bo'linglar. Azizlar, bugun ushbu shodiyona go'zalligini ta'minlash maqsadida ko'plab insonlar allaqachon xizmatga kirishdilar. Xususan mana shu xalqimiz uchun qadrdon bo'lgan chiroyli koshona baxt to'yxonasi ma'muriyatiga, ofitsiant yigit-qizlarimizga va oshpaz akalarimizga, qolaversa mana Orzu media studiyasini ijodkorlari xizmatga kirishdilar. Sizlarga ham omadlar yor bo'lsin. Uylaringizda yaxshi kunlar bor bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda mana shunday ajoyib san'atkor bo'lsin. Navbatni san'atkorlarga taqdim etar ekanmiz albatta. Xiva zamini azaldan san'at ixlosmandlari, san'at shaydolarini, san'at ustalarini diyori. Shuning uchun ham mana shu zaminimizda har bir to'ylariga taklif qilinadigan san'atkorlar juda ham nozik dil bilan tanlanadi. Bugun ham albatta mezbonlarimiz juda ham to'g'ri qaror qilganlar. Zero Yaratganning marhamati bilan, ko'plab ustoz san'atkorlarimizni duolari bilan bugungi kunda xalqimizni to'yu bayramlarida, efir sahnalarida chiroyli xizmatlar qilib, elimizni ardog'iga sazovor bo'lib kelayotgan serqirra ijodkorimiz, mumtoz hamda zamonaviy kuy qo'shiqlarning ham mohir ijrochisi Umidbek Rahimov bugun xizmatda. Ustozlarimizni ham, o'zlarini ham ijodlardan bahramand bo'lamiz albatta. Tashrifingizdan xursandmiz do'stim. Albatta do'stim. Marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum.